Banket Samarqandda 2.897.400 so'm bo'lgan. Samarqandliklar videoga bitta like bosib qo'llab-quvvatlab turinglar. Omadli baraman yutish imkonini beramiz. Aka, 15 dollar beraman. To'xtatasizmi? Yo'q. 20 dollar. 100 bersangiz to'xtataman javob mana biz 30 dollar beraman. 100. 100 dollar? Ya ketdini achilik. 30 olmadik. Ko'ramiz. Samarqandliklar videoga bitta like bosib qo'llab turinglar. Qani? Kichik katta yutishdan qat'iy nazar. O 200 ming chiqdi. Bitta qarsanglar o'zim. Ya bizning homiyimiz Grand savdo do'konidan 200 ming so'm chiqdi. Grand savdo do'koniga obuna bo'lgansiz, yana 200 ming so'm beramiz homiyimizga. Instagramga. Uka, to'g'rimi? Rozi bo'linglar. Xo'p. Kitob tumanida joylashgan barmoq bilan sanarli gigant supermarketlardan biri bo'lgan 2010-yildan buyon o'zining sifatli mahsulotlari va keng assortimenti bilan bozorda ajralib turgan Grand savdo do'konini biz sizga tavsiya qilamiz.